Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi obyektimizga nazor uchun keldik. Bu obyektimiz orada joylashgan 440 kvadratli 2 qavatli uchastka. Bu obyektimizning eng fishka tomoni bu planirovkasi. Buni kirganda chap qo'lda letniy kuxnyamiz joylashgan, pastda kichkina podvalimiz bor, холодный komnata. Mana hovlimizni ko'rib turganingizdek, darvozaxonaning to'g'risida uyga kiraverish. O'ng qo'lda bo'lsa landshaftimiz joylashgan. Bu yerda hovli uchun sanuzel burchakda kichkina zalimiz bor, mehmonxonamiz. Endi uy ichiga kiramiz. Uy ichiga kirganimizda birinchi biz tamburga kiramiz. Bu tamburda bizda shkaf, garderob uchun shkaf joylashgan bo'ladi. Bu yerda oynamiz bo'ladi. Keyin ostona hatlab uy ichiga kiriladi, ya'ni xollga. Bu kattagina xollimiz. Bu yerda mягкий zona bo'ladi, TV zona, panoramli oynalarimiz bor, hovliga qaragan. Napolniy konvektorlar qo'yilgan. Tashqaridagi sovuvni ichkariga oyna orqali kirishini to'sish uchun. Ikkinchi qavatga ko'tarilish uchun mana zinamiz. Keling, mana bu kuxnyamiz. Oshxonamiz. Kirganda o'ng qo'lda uyg'oy kuxnyamiz joylashadi. Bu yerda TV zonamiz bor. O'tirib ovqatlanadigan joy. Va bu yerda ham mana panorama oyna orqali hovlini tomosha qilish mumkin. Xo'p. Keyin shu xolldan spalniyaga kiriladi. Kattalar uchun yotoqxona, bu yerda o'zining garderobi bor. Garderobi ham kattagina. Bu yerda yotoqxonamiz, yotoqxonamiz ikkita zonaga ajratilgan. Bu birinchisi mягкий zona, TV zona, dam olib televizor ko'rib o'tiradigan. Ikkinchisi bu yotoq zonasi, kravat bo'ladi, tumba va o'zining sanuzeli bilan. Bu yerda ham hozir malyarlarimiz, mana patologlarni bo'yash jarayonida, to'g'rida dush, BD, unitaz, rakvina. Bu spalniyamizda ham katta panoramli oynalar qilingan. Buning sababi bu hovlimizning fishkalaridan bittasi, o'rtasida bog' uchun zona qilganmiz. Mana shunaqa. Kattagina joy, bu yerda landshaft bo'ladi chiroyli, o'rtada chiroyli dekorativ daraxt. Kechki salqinda o'tirib dam oladigan joy bo'ladi. Keyingisi mana hovliga chiqdik. Hovldan keyin zalga kiramiz. Bu mehmonxonamiz. Kattagina, bu yerda ham panoramli oynamiz bor. Bu yerda ham eshik qo'yilgan, bu orqali ham o'sha landshaftli zonaga chiqish mumkin hovliga. Kattagina mana mehmonxonamiz, TV zonalari bilan birga. Endi bo'lsa ikkinchi qavatini ko'rsatamiz.